Buyuk siymolarimizning hayoti va ijodi yosh avlodni tarbiyalash, ularda vatanparvarlik tuyg'usini rivojlantirish va adabiyotga qiziqishni shakllantirish vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Shu maqsadda Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tashabbusi bilan tuman madaniyat markazida Mir Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi va Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 543 yilligi munosabati bilan ikki buyuk siymo mavzusida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Shu munosabat bilan bugun barchamiz buyuklarga ehtirom deb nomlangan badiiy kechaga yig'ilib turibmiz. O'zbek adabiyoti va ma'naviyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan Mir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur nafaqat shoir va mutafakkir, balki yuksak insoniy fazilatlari bilan xalqimiz ma'naviy merosida alohida o'rin tutadi. Ularning boy adabiy va ilmiy merosi yosh avlodni vatanparvarlik, ma'rifatparvarlik va ezgulik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bo'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lg'och quyosh. Xud bir badomu yerim go'shi mehrob edi. Tadbirda tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarlari hamda ijodkor o'quvchilar ishtirok etishdi. Tadbirni tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limining ta'lim tashkilotlarida tarbiyaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha bosh mutaxassisi Gulbahor G'ofurova ochib, buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish va targ'ib etishning ahamiyati haqida so'z yuritdi. Bular bizning faxrimiz, bizning g'ururimiz, bizning iftixorimiz. Tadbir davomida 17-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari hamda bir qator maktablarning iqtidorli o'quvchilari tomonidan tayyorlangan bayram dasturi namoyish etildi. Dastur doirasida she'riy va musiqiy chiqishlar hamda sahna ko'rinishlari namoyish etilib, Navoiy va Bobur ijodiga bo'lgan hurmat va qiziqish yana bir bor namoyon etildi. Mazkur ma'naviy-ma'rifiy tadbir yoshlar qalbida milliy qadriyatlarga hurmatni kuchaytirish, buyuk ajdodlarimiz merosini chuqur o'rgatish va ularga munosib voris bo'lib kamol topishga xizmat qiladi.